Xo'p, quyidagi misolimizni desmiz yordamida qanday ishlaymiz? Demak, qarang, birinchi navbatda bu funksiyani ko'rinishini aniqlab olishingiz kerak. Demak, jadval kiritish. Jadval kiritish desmizda juda oson. Shunday table deb yozsangiz, jadvalni ko'rsatib beradi. Demak, qiymatlarni qo'yib chiqasiz. Qaysi qiymatlar berilgan? Funksiyangizda -1 da -4 degan qiymatni qabul qilish kerak ekan va -2 da -43 degan qiymatni qabul qilish kerak ekan va bir qiymat qo'yganimizda -160 degan qiymatni qabul qilish kerak ekan. Mana shu jadvaldagi qiymatlarini, berilgan qiymatlarni yozib bo'lganingizdan keyin, ko'kning tepasidagi xuddi shuni borsangiz, buni chiziqli funksiya deb tasavvur qilyapti-da. Endi sizda bu shartga ko'ra chiziqli emas, kvadrat funksiya deb berilgan-ku. Shu joyda lineyni degan joyidan mana bu yerda kvadratni degan joyini borsangiz, mana kvadrat funksiyani ko'rinishini aniqlab berdi. Endi sizda kvadrat funksiyadagi qiymat nima ko'rinishi aniq bo'ldi. Sizda j0 va -j2 dagi qiymatlarni ayirmasi kerak. Demak, bunda nima qilasiz? Уравнение degan joyni bundoq bossangiz, pastda funksiyani o'zini yana kopировать qilib beradi. Sizda buni y deb yozmaysizda, y degan joyni o'chirib, demak bu nima bo'lishi kerak? Jx bo'lishi kerak. Mana shu jx funksiyangizda, demak sizda mana shu jx funksiyangizni qaysi nuqtadagi qiymatlarini qo'shishingiz kerak, shularni kirgizib olasiz. Demak, siz demak j yozamiz. J qavs ichida bizda qaysi nuqtadagi qiymatlar kerak? 0 nuqtadagi qiymat kerak. Demak, o'shani yozamiz. j0 dagi qiymati minus qo'yamiz. Minus qaysi nuqtadagi qiymatimiz? J qavs ochamizda 2 dagi. J2 dagi qiymatini ayirmasi kerak. Demak, javobimiz 312 bo'lishi kerak ekan. 312 degan javobingiz D javobida turibdi. Mana ko'rdingizmi? Desmiz yordamida misolimiz osongina ishlanadi.